Iftorlik dasturxoningiz uchun onlayn kurslarda sotiladigan qat-qat somsa retseptini Ramazon oyi tuhfasi sifatida qabul qiling. Aniq ayta olaman, oila a'zolaringizdan duolarni olasiz. 300 ml sutga 1 dona tuxum, tuz, eritilgan margarin, dro'jja solib yaxshilab aralashtirib, unimizga solib, qattiqroq xamir tayyorlaysiz. Xamirimizni yaxshilab mushlab 20 daqiqa tindiramiz. Tingan xamirni 6 bo'lakka bo'lib, chiroyli qilib zuvala yasab olamiz. Ustini yopib yarim soat tindirasiz. Shu joyda somsa sirini aytib o'taman. 2 osh qoshiq un va 2 osh qoshiq jo'xori kraxmalini solib yaxshilab aralashtirib, xamirlarimizni shu un bilan yoyib olamiz. Har bitta zuvalani alohida yupqa qilib yoyib, orasiga xona haroratida yumshagan margarinni surtib chiqamiz. Yoyilgan zuvalalarni ustma-ust taxlab, tortib o'rab chiqamiz. E'tibor bering, hamma joyi bir xil o'ralishi kerak. O'ralgan xamirni 3 bo'lakka bo'lib, morozilkaga 1 soatga qo'yib, qotirib olamiz. Morozilkada tinib qotgan xamirni videoda ko'rsatilgandek kesib, bu somsa xamirimiz qo'l bilan ochiladi, juva ishlatilmaydi. Shu somsani tayyorlasam, yoshligimizda loyda kosa tayyorlaganimiz esimga tushib ketadi. Orasiga nachinka solib, videoda ko'rsatilgandek yaxshilab tugib, listimizga oralarini ochiq qilib, baland gradusda tepa pastini yoqib, tuxum surtmasdan chiroyli qilib pishirib olamiz. Albatta tayyorlashingiz kerak. Menga obuna bo'lib qo'ying. Ramazon oyida kerak bo'lib qolaman.